Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar Carmen Plus oldidagi 6 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatda 2 xonalik uyni ko'rib o'tamiz. Ushbu uyimiz to'liq mo'yshabo'y qilingan, barcha jihozlari qilingan. Oyoqdagi to'liq laminatlangan. Eshiklarimiz zakazno MDF eshiklar. Oshxonamiz kengina, kattagina bo'lib ko'rishingiz mumkin. Pardalari ilingan akvaplast deraza romlari, duh motorli isitish tizimi hamda oyoqdagi to'liq to'pli pol qilingan. Birinchi xonamiz. Bu yerni siz mehmonxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Kichkina balkonchikimiz ham mavjud. Pardalar ilingan. Bu yerda mягкий mebel qo'ysangiz ham bo'ladi. Endilikda ikkinchi xonamizni ko'rib o'tamiz. Ikkinchi xonamiz yotoqxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Konditsioner uchun ham joylar qoldirilgan quvurlar. Endilikda sanuzul xonamizni ko'rib o'tamiz. Sanuzul xonamiz to'liq kafel qilingan, vanna, rakvina, unitaz barchasi mavjud. Uyimiz 70 kvadrat metr tashkil qilgan holda sotilmoqda. Poltorostoronniy uyimiz 1,5 tomonlama deyiladi o'zbek tilida. Ushbu uyimiz Buxoro shahar Carmen Plus oldidagi 6 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatda 2 xonalik uyni ko'rib o'tdik. Ushbu uyimiz 70 kvadrat metr tashkil qilgan holda sotilmoqda. Agarda sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol ushbu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.